Lola yoki Rayhon? Lola. Lola yoki Ziyoda? Ziyoda bilan Lola. Kim? O'tkitmoqchi bo'ldingiz? Ovoz bo'yichami, ijod bo'yichami qanaqa? Har tomonlama. Noto'g'ri bo'ladi. Bitta odam tanlaysiz. Bittani tanlashingiz. Xuddi Lola. Lola yoki Shahzoda? Shahzoda hozir ijod qilmayapti, menimcha. Shahzoda umuman boshqa dunyo, Lola boshqa dunyo umuman. To'g'ri. Mayli, bugungi kunda Lola. Lola yoki Hamdam Sobirov? Bugungi kunda trend albatta Hamdam Sobirov. Hamdam Sobirov yoki Jahongir Poziljonov? Jahongir aka sizni juda ham yaxshi ko'raman, hurmat qilaman, mani akamsiz. Lekin Hamdam Sobirov. Hamdam Sobirov yoki Jahongir Otajonov? Jahongir aka Otajonov. Nomer 1. Jahongir Otajonov yoki Yulduz Usmonova? Jahongir aka Otajonov. Yulduzopa endi Hurmat qilasiz. Primadonna, Yulduzopani masalan kimdir bilan tenglash bu noto'g'ri bo'ladi. To'g'ri. Bugungi kunda ma'lumot sevaman, yaxshi ko'raman Jahongir aka Otajonov. Jahongir Otajonov yoki Mashhur Muhammad? Endi mashhur. Kecha intervyular mashhur to'g'risida juda maqtadingiz. Bo'pti, Mashhur Muhammad. Mashhur Muhammad yoki Tohir Sodiq? Tohir Sodiq. Tohir Sodiq yoki Botir Qodirov? Ovoz bo'yicha. Tohir Sodiq bo'yicha. Endi Tohir akam bizani O'zbekistonda las qo'ymaymiz-da. Davaychi Tohir Sodiq. Tohir Sodiq yoki Gulsanam Mamazoitova? Gulsanam sizni yaxshi ko'raman, Tohir Sodiq. Tohir Sodiq yoki Yulduz Turdiyeva? Voy. Endi Yulduzopani ovozlari вообще kuchli-ku. Yomon qiynalasiz, lekin men bunaqa qilinishi uchun kiydim siz ham kelsiz. Voy. Qochib yurdim sizdan. Tohir aka Sodiq. Tohir Sodiq yoki Munisa Rizayeva? Voy, albatta o'zimni ta'limim Munisa Rizayeva. Munisa Rizayeva, mana shu aytilgan spiskalarda o'zi kimni hurmat qilasiz? Mana shu aytilgan hammani hurmat qilasiz. Demak, obunachilarimiz mana shu aytilgan spiskalar bo'yicha eng zo'r ijodkorni kommentariyada yozishlari kerak, to'g'rimi? Va obunachilarga fikringiz bo'lsa, kontentimiz haqida bemalol. Mana sizlarga aytdim-ku, o'zgartiringlar kontentlarni. O'zgartiramiz. Ko'proq xalqdan so'raylik, chunki xalq bizani ko'taradi. Shuning uchun eng asosiysi birinchi o'rinda xalq turadi. San'atkorlardan prosta o'zinglar uchun olishingiz mumkin, lekin asosiysi xalqdan olinglar, chunki xalq bizani Xudo xohlasa olamiz. O'zi eng yoqtirgan ijodkoringiz Jahon estradasi, o'zbek estradasi kim? O'zbekiston estradasidan Jahongir Otajonov. Jahongir Otajonovni eshitasiz, to'g'rimi? Tohir akam Sodiq. Kattakon rahmat. Keyingi mehmonimiz kim bo'lishini xohlaysiz? Sevara Nazarxon. Sevara Nazarxon, tez kunda olamiz. Shirinlikmi bu? Sizga men diyetadaman-ku. Sizga mana ataylab Munisa Rizayeva deb yozilgani Qo'sochki shaxsiy tomonidan hamkorimiz. Mana bu komandangizga, mana bu sizga yoqadigan umiddaman, chunki Instagramda ko'raman, shirinliklarni juda yaxshi ko'rasiz. Hammasi lekin yeyman. Chunki diyetadaman. Rahmat. Bitta qulpnay bo'lsa ham yesangiz xursand bo'ladi. Qarasham. Ochib bersangiz men. Beramiz. Hop. Mana. Voy. Mana mumkin menga shu bilan yeyman. Yo'qdimi? Qani. Yo'qmi? Bemalol. Olgan paytingiz so'rasangiz sizga o'zingiz uchun addini chiqarib olishadi. Kattakon rahmat. Rozi bo'lganingiz uchun ham kattakon rahmat. Xudo xohlasa tez kunda Sevara Nazarxon bilan olamiz. Bizga like, podpiska boshish esingizdan chiqmasin. Eksklyuziv. Hali hech qachon bunaqa intervyu bo'lmagan. Yo'q. Kattakon rahmat. Joninglar sog' bo'lsin. Hey, sizga bye bye.